Hozirgi kunda O'zbekistonda yagona bo'lib turgan avtomobilni sizlarga ko'rsataman. Qarshilarda Depal S07 2026 Restyling 230 Ultra hisoblanadi. O'zgarishlarni sanab o'tamiz. Diskalari o'zgargan, faralari o'zgargan, 12 ta parktronlik datchik hamda 10 ta kamera hamda salon qismidagi o'zgarishlarni baho beringlar. Oldi sidinada atamanka, massaj, passajirda atamanka, massaj hamda 20 ta kolonka. Bitta o'zgarishlardan biri bo'lsa Depal S09 kabi joystikli boshqaruv tizimi o'rnatilgan. 20 ta kolonka audio sistemasi Dolby Atmos texnologiyasi bilan jihozlangan. Ikkinchi qatoridagi o'zgarishni o'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. Xolodilniklari mavjud. Ushbu xolodilnik muzlatadi ham, isitadi ham. Qo'l qo'yish uchun qulayliklar. Ikkita pastakanchik hamda endilikda ushbu avtomobilimizda orqa tarafiga siz monitor qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol. Qaranglar akalar, ashyo zo'r ishlangan. Avtomobilimiz 230 elektrda harakatlanadi va 1000 km benzinda. Avtomobilimizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, albatta pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing va biz siz bilan bog'lanamiz.